lip motor mashinani motor muayyonlashtirgandan keyin zavod qilishni o'rganib olamiz. Mana ko'pchilik qiynalayotgan ekan, shu ko'p savol berishdi menga. Yaqin o'zim o'rtog'im, iltimos o'rtoq, shuni qanaqa yoqish ko'rsatib bergin dedi. Men ko'rsatib berdim. Xo'p, nastroy kirganimizdan keyin, nastroy kirganimizdan keyin vajdeniyaga kiramiz. Vajdeniya bu yerda bilamiz, o'sha qaysi rejimda yurishini ham o'zimiz tanlaymiz, hamma har rejimda yuribdi. Xo'p. Motor moy almashtirib bo'ldi. Almashtirib bo'lgandan keyin prioritet mashinasiga qo'yamiz. Qo'ygandan keyin mashina o'zidan o'zi zavod bo'lmaydi. Tormoz bosib olishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir eshitib ko'ramiz. Bosilin tormoz, zavod bo'ldi. Endi bizga kam eshityapti. Hozir motor oldiga qo'yib qo'yganimizni mikrofonimizdan balandroq eshitayotgan bo'lishi kerak. Sizlarga ham eshitiladi, xudo xolasa. 1-2 minut zavod bo'ldi, mashina o'sha moylar sari aylanib oldi. Aylanib olgandan keyin bemalol haydab ketaversak bo'ladi. Sal zavod qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik moy almashtirib bo'ldi, sirasi elektr ketib qolishayotgan ekan. Ba'zi ustalar "Oka, zavod qilib oling" deyapti. Zavod qilib olish, qanaqa zavod qilib olish ko'pchilik bilmayapti. O'shaning uchun qiyin bo'lmasligi uchun mashinasini chiqarib qo'yishga harakat qildik. Salomat bo'lamiz. Podpiskani bosish esdan chiqib qolmasin. Duo qilib tursanglar, xudo xolasa manfaatli videolar sekin-sekinlik bilan chiqish boshlatib yog'iga davom etamiz. Kuzatib turasizlar. Salomat bo'lasizlar.